keldi hakamlar hisob-kitob bilan. Jang boshlandi. Kamar uchun kechadigan jang. Shoshmasdan Lazbek. Vazn og'ir, zarbalar ham og'ir. Jab bilan hozir himoyani yorishga harakat qilyapti. Juda xotirjam raqib ham buni himoyadan ushlab turgan holda mana bunday kirib borib o'ng qo'l chap qo'l krosslarni amalga oshirishga harakat qilyapti. Lazbek ko'ryapti bularning barchasini. Xavfli. Kutyapti-da, keyin chalqancha o'sha zarbalarni, krosslarni yo'lashga harakat qiladi. Bu esa xavfli, himoyasi juda chuqur. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Mana shu zarbasi. Lazbek Mullajonovning ochilishini kutyapti. Mullajonov tempni oshirayotgani yo'q, xotirjam, endi 10 raund deb belgilangan jang, shoshishning hojati yo'q. Bitta zarbani o'tkazib olsa, bu yog'i barshish. Ammo zarba o'tkazib yuborish kerak emas. Endi bu shunday boks. Perkot va o'ng qo'l zarba yuqoridan o'qlab kelyapti. Shuni qo'l chap qo'l zarbasini yo'llashni yaxshi ikkita zarba Perkot va o'ng qo'l yon taraflama zarba o'tyapti. Taktika tushunarli bu vaziyat. Va do'stlar, birinchi raundga oson bo'lmasligi aniq. Oson bo'lmasligi aniq. Takrorlab qolamiz. Perkot zarba va dard qilmoqchi. Ko'rsatma ham mana shuni beryapti. Zarba yo'llagandan so'ng raqib zarbasi hududidan chiqib ketish kerak. Ikkinchi raund. Himoyaga tegyapti. Jahli chiqdi Lazbekni. Jazolashga harakat qilmoqda, ammo tavakkal qilish kerak emas. Konsentratsiyani yo'qotib bo'lmaydi bu jangda. Chap qo'l zarba o'tyapti-yu, ammo raqib ham juda xavfli harakatlanyapti. Og'dirda.
Jab. Jablar. Chap qo'l to'rda yo'llangan zarba qalqitdi raqibni, balki chalg'itayotgan bo'lishi ham mumkin, aldayotgan bo'lishi ham mumkin. Yana bitta mana shu zarba keraga. Chalg'itayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hujumga o'tishga majbur qilib, tutib olishga harakat qiladi. Aperkot zarbasi. E'tibor qating. yana o'tyapti-da mana shu zarbasini va son sifatga aylanyapti Lazizbek Mullajonovda. Himoyaga o'tsa ham bunday zarbalar odatda o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi, buni yaxshilab bilamiz. Nima bo'ldi? Vaqt deb aytib o'tdi. Kapasini taqkincha qadar ikkilik zarbasi. Aperkot zarbasi. Aynan mana shuni ko'rsatib berishayotgan edi burchakdan. Egilgan paytida klinch. Tushunarli hozir jonzaraqlashga harakat qiladi, o'zi kelib olishga urinib ko'radi. Sizdan ham oyog'idan ham ushlashga harakat qilib ko'rdi. Mullajonovning avtomatik himoyaga yo'llagan zarbalari ham ish berdi. Yana kapa tushib ketdi. Qo'l zarba. Ochiqchasi ushlayapti. Holati yaxshi emas. Bal olib tashlanmoqda. Bal olib tashlanmoqda bu vaziyatda. Ochiqchasiga oyoqni ushlaganligi uchun. To'rt zarba, yana bitta zarba ketidan. Uchinchisi himoyada ham hozir yorib o'tishga harakat qilmoqda Lazizbek Mullajonov. Yana bir zarba ikkilik ortidan so'nggi soniya o'tib boryapti ushbu raundda. Va bo'ldi. Raund yakuniga yetdi. Baramala burchagiga borib oldi. Muritador. Bo'ldi. Jang davom etmang. Donidan. Negadir ishora qildi sekundant. Negadir bu uchun sekundant ishora qildi, ammo referi e'tibor qaratmagan. 3-raund. Ehtiyotkorlikni muhim. O'tdi zarba, yana bitta zarba. Tushunarli. Kapasini taqis kelmaganligidan ham bilinib turgan edi. Lazizbek Mullajonov kamar egasiga aylangan. Боксер из красного угла Lazizbek Mullajonov.
takrorlab qarab ko'rishingiz mumkin. Tutib olishga harakat qilyapti. Chunki o'tadi. Boks bilan shug'ullanganlar mana shu himoyadan ham keskin o'z otasi bilan kamarni